Assalamualaikum do'stlar, hammanglarniki vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi darsimizda nashr kontrol qilish sistemasi, ya'ni version control sistemini o'rganib o'tamiz. Nashr kontrol qilish sistemasi degan nima deganda, nashr kontrol qilish sistemasi kodga qilingan o'zgartishlarni xotirlash orqali hujjatlarning o'zgarishini xotirlashga yordam beradigan yumshoq detal qo'rollarining bir turi. Bu ya'ni sizningki shu koddagi o'zgartgan har bir o'zgarishni xotirlab maqadigan detalninki o'zi degan sistemni biz hamda nashr kontrol qilish sistemasi deymiz. Yani siz masalan her bir o'zgartish qilgan chog'da uni bir saqlab maqsiz, keyin qatimda siz shu burun saqlab qo'ygan kodingizga qaytib shuni ko'ra olasiz yoki o'zgartira olasiz degandek Hamda nashr kontrol qilish ninki turlari, bir qancha turlari bor. Bunun birinchisi yerlik, ya'ni local deydi. Bu yerlik kontrol qilish turi degan nima degan vaqtida, ya'ni siz o'zingizningki shu kompyuterda turib, o'zingizningki o'zgartgan narsalarni kontrol qilib tura olasiz, ya'ni kontrol qila olasiz. İkincisi, mərkəzləşdirilən kontrol qilish turi. Bu deganimiz, ya'ni ma'lum bir rayonda yoki bir ambarda bizningki shu turlarimiz yoki application deydi, applarimiz shu yerda bo'ldi. Biz shuni o'zgartib, shuning ustida texmo yangi narsalarni qo'shib, uni taraqqiy qildirib, develop deydi, taraqqiy qildira olamiz. Endi mau tarqıtılgan nashr kontrol qilishda bu yerda ma'lum bir nim bo'ldi. Yerlik bir ambar bo'ldi, ya'ni repository. Bu repository orqali siz o'zingizningki kompyuterga tushirib qilsiz. Kompyuteringizda yana bir repository bo'ldi. Siz shu repositoryni o'zingizningki kompyuterda turib o'zgartishlarni qila olasiz, yangi narsalarni qo'shib chiqarib, uningga har xil qilgan ishlaringizga har xil commitlarni berib qila olasiz. Buni hamda tarqoqlashtirilgan nashr kontrol qilish deb ataymiz. Undaqda git degan nima? Git shu haqsiz va ochiq kodliq tarqitilgan nashr kontrol qilish sistemasi. Ya'ni git haqsiz tarqitilgan va shu ochiq kod bu ochiq kodliq, ya'ni haqsiz degan gap siz bu orqali siz o'zingizningki shu nashrni kontrol qila olasiz. Bu yerda bir qanchalig'an shu nashr kontrol qilish detallari bor, sistemlar bor Gitdan boshqa. Masalan, TFS deydi, CVS, Mercurial ve Subversion qatarlıq başqa nashr kontrol qilish sistemlarim bor. Ama hozir shu kompyuter sohasida eng chiq qo'llanilgani Git. Nima uchun Git ishlatamiz degan vaqtda Gitni hamda ishlatadigan odamlar nihoyatda ko'p. Bu xela o'rtoqlashgan hamda hech qanday til qo'llamaydi, til tanlashi yo'q, hech qanday til tanlamaydi. Gitninki hujjat xizmat aqimi, ya'ni Git file workflow degan vaqtida bu Git, ya'ni turlarni unumli boshqarish uchun Git xizmat aqimini ishlatamiz. Ya'ni bizning turlarimizni unumli boshqarish uchun o'sha Gitni ishlatamiz. Gitninki bir nurg'unlagan yurishlik ko'rsatmalari bor. Anandan keyin bu Git bizningki shu izchillikni va unumdorlikni oshirdi. Gitninki hujjat xizmat aqimi degan vaqtida Gitda bizda remote shu remote bir nim bo'ldi. Remote degan gap hamda jiroqdagi bir yerlik ambar bo'ldi. Bu remote repository deyildi. Ondan keyin biz shu remote
repository, ya'ni jiraqdagi ambarni o'zimizning kompyuterga tushagan vaqtida bu local repository, ya'ni yerlik ambar bo'ldi. Biz endi mushu tushirgan yerlik repozitorida o'zimizningki kodlarni yozayotgan bo'lsak, bu working directory, ya'ni ishlash rayoni yoki ishlash o'rni deb atsak bo'ldi. Bu working directory bo'ldi. Endi biz mushu qilgan ishimizni saqlagan bo'lsak, buni nega saqlaymiz deganda staging area deydigan yer bor. Mushu staging area degan yerga saqlaymiz. Bu staging area'da taxi bu kodimiz mushu yerlik ambarga bormagan bo'ldi. Biz mushu staging areaga saqlab bo'lgandan keyin saqlagan narsamizga bir bar yoki inkaz yoki bir tushuncha berib qilgan bo'lsak, buni tushuncha berib bo'lgandan keyin bu local repository, ya'ni yerlik ambarga bordi. Biz yerlik ambarga saqlab bo'lgandan keyin undan keyin buni mushu jiraqdagi remote repository deganga yo'llaymiz. Bu Git'ninki nurg'ulagan kodlari bor, buyruqlari. Biz endi doim ishiltirgan kodlarni ham o'rgansak bo'ldi. Git'ni kompyuterimizga tushirib qilgandan keyin avval o'zimizniki shu hisobotini, uchurlarini kirgizamiz. Shu vaqtida git config degan buyruqni ishlatamiz. Git config andan keyin global user.checkout name. Ondan keyin biz shu o'zimizningki ishlatuvchi ismi, ishlatuvchi emailni beramiz. Ondan keyin biz yangi o'zimizning kompyuterga yangidan bir hujjat qisqish qurib, shuni git orqali yo'llamoqchi bo'lsak, local remote repositoryga shu vaqtida git init deganni ishlatamiz. Biz har bir qilgan ishimizni, nima ish qilganligimizni tekshirish uchun git status deganni o'rganib ishlatamiz. Git statusda sizningki nima ish qilganligingizni, shu yerda qaysi ishlarni qilganligingizni sizga ko'rsatib berdi. Undan keyin git add file name, ya'ni sizning shu hujjatingizni qo'shish uchun git add hujjat ismini ishlatasiz. Agar siz hamma hujjatni qo'shmoqchi bo'lsangiz, git add checkit deganni ishlasangiz bo'ldi. Shu qilib bo'lgandan keyin biz git add hujjat ismi yoki git add checkitni qo'yib bo'lsak, bu staging areaga bordi. Biz staging areadan local repositoryga yo'llash uchun cho'qim bunga bir tushuncha, inkaz, commit berishimiz kerak. Buni git commit siziq, undan keyin biz beradigan inkazning ismini, tushunchasini yozamiz. Bu git commit siziq message, ya'ni uchur shuning uchun ishlatiladi. Agar biz ma'lum bir hujjat ustida davomli bir narsalarni yozgan bo'lsak, kodlarni yozib o'zgartirish ilib berilgan bo'lsak, yangi bir narsa qurilmagan bo'lsa, biz git commit siziq a siziq undan keyin shu o'zimizning uchurni yozamiz. Bu git commit siziq a siziq undan keyin uchur shuning uchun ishlatiladi. Git commit amend degan, hamda bu sizningki oldingi qatim bergan inkasingizni yangi inkaz yozmay turib, shu inkasni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Git rm file name degan sizningki ma'lum hujjatingizni o'zgartirish uchun, yo'qotish uchun, o'chirib o'tish uchun ishlatiladi. Bu komandlarning hammasini hamda biz tafsiliy o'rganib o'tamiz. Hozir bir-birlab tushuntirib yurmay, mushu komandlarni biz keyingi darsimizda bir-birlab mashq qilish jarayonida o'rganib o'tamiz. Endi yiroq ambar degan nima degan vaqtida, ya'ni remote repository degan nima degan vaqtida, bu ko'pincha ishlatuvchilar yerlik ambarda ishlaydi, ya'ni o'zingizning kompyuterda
işləysiz, hüccətlərni şunanda özgərtsiz, yeni kodlarni yazırsınız. Amma siz bir başqa, məsələn, siz məlum bir türdə işləۋatsınız, o türni bir qancha adam şu türdə işləۋatqan bolsa, siz şular bilan oxşaş bir vaqtda həmkarlaşıb işləşiniz kerak. Yəni siz sizning kodlaringizni balkim ular ishlatishi mumkin, ularning kodlarini siz ishlatishingiz mumkin. Hammanglar bir tur ustida ishlaysizlar. Onunla ayrım-ayrım türlerini işletmeyimiz, oxşaş bir türde işleyimiz. O vaqtda biz şu remote repository degan ufqum şu vaqtga keldi, ya'ni yiroq ambar. Bu başqa kishilar bilan hamkorlashish uchun yiroq ambar ishlatamiz. Yiroqdagi ambar bo'lsa, o'sha abonentlar yuklaydigan, ya'ni ishlatuvchilar yuklaydigan va izohat deganimiz shu commit degan shu izohatlarni boshqa hamkorlashuvchilar bilan o'rtoqlashadigan joy, ya'ni siz bilan sizningki yozgan kodlaringiz va yoki yozgan izohatlaringizni boshqalar bilan o'xshash hamkorlashib, ular bilan o'rtoqlashadigan narsani biz remote repository deymiz. Hamda miyada 5 tal bir ufqumni yozib qo'ydim. Repository degan o'sha yiroq ambar degan gap, commit degan izohat degan gap, collaborators degan hamda hamkorlashuvchi degan gap, local repository degan o'sha yerlik ambar, remote repository degan yiroq ambar. Yiroq ambar deganni o'rganib o'tdik, hamda yiroq ambarda qaysi texnikalarni yoki qaysi nimalarni ishlatamiz deganda, bu yerda ikki xil narsa bor. GitHub bilan GitLab. Hamda ichiqroq GitHub ishlatildi, ammo GitLabni ishlatildi, ammo GitHub haqsiz. Shuning uchun GitHubni ichiqroq ishlatildi. Bu hamda GitHub degan GitHub yoki GitLab degan tordagi bir hujjat qisqo'sh yoki bir ma'lum kompyuterdek sizning uchurlaringizni saqlaydigan, hujjatlaringizni saqlaydigan bir deb o'ylasak bo'ldi. Git degan bir buyruq, ya'ni siz yozgan buyruqlar kod orqali o'zingizning kompyuterni mushu yiroq ambarga chiqarsiz. Shunga bu ikkisiningki farqi shu. Remote repository GitHub degan sizning kodlaringizni saqlaydigan joy. Git bo'lsa, shu kodingizni shu saqlaydigan joyga yo'llash yoki shuning ustida har xil mashg'ulotlarni olib boradigan buyruqlarni Git orqali shu buyruqlarni olib boramiz. Bu yerda doim ishlatadigan Gitninki shu buyruqlari bor. Bu buyruqlar sizningki shu yerlik ambardagi uchurlarni yoki yerlik ambardagi sizningki materiallaringiz o'zgartgan narsalaringizni, izohatlaringizni shu yiroq ambardagi remote repository degan yerga yo'llaydigan buyruqlar. Buni bir-birlab o'rganib o'tamiz. Undan keyin Gitninki Git tarmoqlari deydigan bir ufqum bor. Branches deydi inglizcha. Bu Git tarmoqlari degan nima degan vaqtida bu yerda siz Gitni yo'llagan vaqtida yoki remote Gitni qurgan vaqtida yoki Gitni shu yiroq ambarga yo'llagan vaqtida faqat master deydigan tarmoq va siz hamda bu yerda sizningki tor betingizda masalan har xil tur tarmoqlari bo'lishi mumkin. Masalan, develop deydi, taraqqiy qildirgan yoki har xil uchurlar, featurelar degandek narsalar bo'ldi. Buni hamda masterda qilish sal xatarlik. Masalan, bir narsani xato qilib qolgan bo'lsak yoki bir kod juyilib ketib qolgan bo'lsa, buni keyin qaytarish avarchilik. Shuningga biz hamda shu kodimizni radlik, chiroyli, bexatar qilish uchun Git tarmoqlari degan, ya'ni Git branches deganni shuni ishlatamiz. Bunimi shu amaliy mashg'ulot darsimizda bir-birlab o'rganib o'tamiz. Daim ishlatilgan shu Git tarmoqlariningki Git tarmoqlarida daim ishlatilgan buyruqlar tuvandagidek shu buyruqlarni ishlatish orqali biz shu Git tarmoqlarini quradigan, bir tarmoqdan boshqa tarmoqqa, ya'ni bir branchdan yana bir branchga yo'tkiladigan, ikki branchni birlashtiradigan ishlarni shu buyruqlar orqali amalga oshiramiz. Bugungi darsimiz mushagacha.
keyingi dersimizde görüşeylik. Keyingi dersimizde biz şu ügünüp ötken hazırkı nazariya derslerinin hammasini amaliyatda bir-birlep qilib o'tamiz. Hammanglarga ko'p rahmat. Keyingi ders görüşeylik. Allohga emanet.